Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi To'r televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 30 dekabr kuni saharda Yarkanda qonliq to'qinish yuz berib 8 odam o'lgan. Xitoy doiralari e'lon qilgan cheklik ma'lumotlardan ko'rsatilishicha, pichoq va o'zlari yasab olgan yerlik portlatqich qurollar bilan qurollangan 9 nafar Uyg'ur Yarkan oylik soqchi idorasiga hujum qilgan. Xitoy soqchi taraf naq maydonda o'q chiqarib 8 nafar Uyg'urni etib o'ldirgan. Oxirgi bir nafarini tirik tutgan. Xitoy hukumat tarafı hozirgacha mazkur to'qinishning jarayoni, sabablari va to'qinishda o'lguvchilarning salohiyati haqida hech qanday uqtir bermagan. Bu qitimliq to'qinishda soqchilar tarafidan etib etilganlar ichida Osman Barat va Abdug'ani Abduqodir ismli ikki Uyg'urning borligi ilgari surildi. 30 dekabr Yakan vaqasi, shuningdan 2 hafta ilgari, ya'ni 15 dekabr Qashqar Ko'ni shahrida yuz bergan 14 Uyg'urni etib o'tish vaqasidan keyingi yana bir qitimliq qonliq vaqa hisoblanadi. Amerika hukumatining 30 dekabr Yakan vaqasiga bildirgan inkosi Xitoyni bearam qildi. Amerika Tashqi ishlar ministerligining muavin bayonotchisi Mariya Xalf xonim 30 dekabr muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yuz bergan bir qator voqealarga yaqindan diqqat qilyotdi. Biz Jungo hukumatidan davomli o'z fuqarolarining erkinligiga kafolatlik qilishni, fuqarolarning o'z noroziligini ochiq oshkora va tinch yo'l bilan ifodalash huquqiga yo'l qo'yishni tavsiya qilamiz degan. U yana 28 oktyabr Tianmenga avtomobil bilan hujum qilish voqeasi haqida to'xtalib bundoq degan. Hozirga qadar Amerika bu voqeani terrorlik hujumi deb bekitgani yo'q. Xitoy taraf Amerika hukumatini Rossiyada 30 dekabr yuz bergan Volgogard voqeasi bilan shu kuni Yakanda yuz bergan voqeaga ikki xil o'lcham tutganligi bilan ayblagan. Xalf xonim buningga inkos qaytirib bundoq degan. Amerika bu haqda texi yetarlik uchur va dalil isbotga erishmay turib, aldiraqsonlik bilan hukm chiqarmaydi. O'tgan hafta Keriyaning Ari shahridagi hukumat doiralari 4 nafar Uyg'ur homildor ayolga qarata majburiy bola tushirish operatsiyasi olib borgan. Ma'lum bo'lishicha, 5 oylikdan 9 oylikgacha bo'lgan 4 homila ona qornida qatl qilingan. Homila tushirish operatsiyasi Keriyadagi Nurliq doktorxonasida olib berilgan. Ziyonkashlikka uchirg'uvchi oilalarning muxbirimizga fosh qilishi va yerlik doiralarning e'tirof qilishicha, mazkur doktorxonada tushirilishni kutib yotgan yana bir 4,5 oylik homilaning ota-onasi doktorxonadan qochgan. Muxbirimizning savollariga javob bergan Ari shahrining yezi boshlig'i ahvol axborotga oshkorlangandan keyin homila tushirish vaqtincha to'xtatilganligini bildirdi. Amerika Davlat Mudofaa ministerligining oshkorlashicha 31 dekabr kuni Guantanamo turmasidagi oxirgi 3 Uyg'ur qo'yib berilib, Slovakiyaga yo'lga silingan. Davlat Mudofaa ministerligi bayonotchisi John Kirby bayonotida bu o'rinlashtirish bizning Guantanamo tutqunlar lagerini taqash yo'ldagi muhim burilish nuqtamizdan biri deb ko'rsatgan. Amerika hukumati 2001-yili Afg'onistonda tutilgan 22 nafar Uyg'urning xato vaqtda va xato joyda turib qolganligini ilgari surgan. Ularning terrorchi emasligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq oxirgi turkum Uyg'urlarni o'rinlashtirib bo'lishga 10 yildan ortiq vaqt ketgan. Washington Post gazetining oshkorlashicha, Yusuf Abbas, Saydullah Xoliq, Hoji Akbar Abdulg'ofur qatorliq 3 Uyg'ur Slovakiyaga berib, o'rinlashishni o'z ixtiyorligi bilan qabul qilgan. 31 dekabr kuni Guantanamodan Slovakiyaga yetib borgan Uyg'urlar radiomiz muxbirining ziyoratini qabul qilib, o'zlarining navbatdagi ahvoli haqida qisqacha ma'lumot bergan. Ular o'rinlashtirishning texi davom qilayotganligini bildirish bilan birlikda o'zlarining taqdiriga ko'ngil bo'lgan va o'zlari uchun duo qilgan barliq vatandoshlarga salom yo'lladi. 2014-yilda kirish munosabati bilan Uyg'ur milliy harakati rahbari Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Robiya Qodir xonim butun dunyodagi Uyg'ur xalqiga yangi yillik salom yo'lladi. Robiya xonim oldi bilan o'z nomi va Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlik hay'atining nomidan vatan ichi va sirtidagi Uyg'ur jamoatchiligining yangi yilini tabrikladi. Butun dunyodagi Uyg'urlarni tinch ittifoqlikqa, qarindoshlarcha o'mlikka va milliy mas'uliyat tuyg'usini texmo kuchaytirishga chaqirdi. Ularga xotirjamlik va muvaffaqiyatlar tiladi. Robiya xonim radio nutqida yaqinqi oylardan buyon Uyg'ur elida yuz bergan qonliq to'qinishlar va rayondagi kundan kunga jiddiylashayotgan vaziyat haqida to'xtaldi. Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan davlat terrorligini qattiq aybladi. Oxirida Robiya xonim o'zining butun dunyodagi Uyg'ur jamoatchiligining 2014-yilligiga bo'lgan tilaklari va umidlarini o'tirg'a qo'ydi.
Мәшһүр тәрҗеман Тоқтыбақ вафат болды. Уйғур азыркы заман тәрҗемәчилегенең башламчылардан бири. Халык ичиге тонылган пешкадам зияли Тоқтыбақи артиши 29 декабр көне Үрүмчидә 91 яшында вафат булган. Тоқтыбақи артиши 1922 елы Атышның Иштачи кентидә тугылган. O Шыңсай дәврдә Үрүмчи килеп оқыган. 1939-1953 еллары арасында Қашқа, Үрүмчи катарлык җайларда матбуат ва һәр кайсы орынларда хезмәт кылган. 1953 елдан кин Бейҗиңдәге Мәркәзи милләтләр нәшриятында тәрҗеман булган. 1961 елдан кин Үрүмчидә бер ömür тәрҗемә хезмәте белән шөгыльләнгән. Тоқтыбақи артиши уйғурлар içində tunji болып Xitay hazırkı zaman ədəbiyyatının başlamçısı Lushinning əsərlərini Uyğur tiliga tərcümə qilib tonuşturgan. U hayatida ko'plab roman, povest, nəsr və başqa ədəbi əsərlərni, shuningdek ilmiy, nazariy maqolalarni tərcümə qilib Uyğur hazırkı zaman ədəbi tili və ədəbiyyatının rivojlanishiga tegishli hissa qo'shgan. Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta görüşkiçə aman bolğaysızlar. Xeyir xoş. Xeyir xoş.